Nachrichten bekommt man, wenn man in Deutschland China öffentlich kritisiert. Germaniyaning davlatlik televiziya kanali bo'lgan ARD 12 yanvar kuni Xitoyning chegara halqagan qonunsiz soqchi punkti Germaniyaning o'ttirisida nomli bir hujjatli film tarqatdi. Und hat jetzt ein Foto gepostet. Und so sieht einer der Männer aus, die die Drohungen verschicken. Mutmaßlich in Filmda Uyg'urlar uchrayotgan zulm va Xitoyning chegara halqagan soqchi punktlarining tahditlari bayon qilingan bo'lib, Gollandiyada yashayotgan Ersin Erkin ismli bir qozoq yoshining qilmishlari tasvirlangan edi. Ersin Erkin ijtimoiy taratqulardagi dadil fikrlari va qahramonliklari bilan muhojiratdagi Uyg'urlarga 2021-yildan buyon to'nilib kelgan bir shaxs edi. Biroq Xitoyning chegara halqagan qonunsiz soqchi punkti Germaniyaning o'ttirisida nomli filmda tasvirlanishicha, bu shaxsning ba'zi sirli harakatlari Germaniya soqchi doiralarining diqqatini tortgan. Filmda bayon qilishicha, Ersin Erkin ismli bir Gollandiyadagi Jingyu ismli bir Xitoyga doim o'lim tahdidi solgan. Saqchilar uning iziga tushib aniqlash olib borgan. Natijada Ersin Erkinning banki hisobiga noma'lum shaxslar tomonidan 3400 Amerika dollari avatilganligi ma'lum bo'lgan. Saqchilar Germaniyaning Köln shahridagi bir Xitoy restoranida Ersin Erkinning 2 nafar gumonli Xitoylar bilan ko'rishganligini bayqagan. Hamda inchikilab tekshirish natijasida Ersin Erkinning Ran Zi Chikit nomli bir noma'lum shaxsdan 30 ming yevroga yaqin pul olganligini aniqlagan. Ranzi Chekit nomli bu shaxs jami 8 kishiga pul avatgan va ularga vazifa topshirgan gumon ostidagi qo'lliq shaxs bo'lib, Ersin Erkin shu 8 kishining biriga aylanib qolgan. Dünya Uyghur Qurultiyi Berlin ishxonasining mudiri G'ayri Qurbonning bildirishicha, Ersin Erkin ilgari Dünya Uyghur Qurultiyidan yordam so'ragan bo'lib, uning asli qiyofatining oshkorlanishi boshqa muhojirlar ishlariga ziyon elib kelgan. Bu Erkin Yersin dialosi tövendeki bu noktanın nəhayət yaxşı yoritib birəli deb oylayman. Yani zalim Xitay hakimiyyəti əziz vətənimiz Şərq Türkistanda Uyğur xalqiga ilib bağan zorluq, zumbulluq və ziyankeşliklərdə heç qandaq bir vasitə tanlamay qırğınçılıq ilib bağandakidək vətənin sirtidimi Uyğurlarning ovozi bo'lib, xalqimizning ozodligi və hürlüyü üçün xizmət qilgan barlıq kişilərə qartığan təqib qilish, ziyankeşlik qilish, təhdid silish və şu orqali ularning ovozini o'chirishdimi vasitə almaqaligini ko'rib yetamiz. Yani şu Erkin Yersinmi o'z vaqtida vatandan chiqqan vaqtida Dünya Uyghur Qurultiyidan yordam so'ragan. Biz vatanimizningki Sharq Turkistondan kelgan har qanday musofirga, mayli u Uyg'ur bo'lsin, mayli u qozoq bo'lsin, har qanday qarindoshlarimizga bir qo'lliq yordamimizni qo'limizdan keladigan yordamlarni sunib keldik va uning ichida birisi shu Erkin Yersin edi. Biz albatta vaqtida uningki bunday saxtakorligini bilmadik. Lekin bu masala o'rtaga chiqqandan keyin bu yerda haqiqatan uning eng cho'ng ziyni vatandan chiqayotgan musofirlarga, muhojirlarga haqiqiy yordamga kerak bo'lgan musofirlar, muhojirlar masalasida shubha silish, gumon silish va shu orqali vatandan qochib chiqqan hayoti tahlika ostida qolib qolgan qarindoshlarimizninki vaqtida yordam erishamaslikka cho'ng bir ziyon keltirdi deb o'ylayman. O sözüde Germaniya sud mahkamasi mazkur shaxs ustidan hukm chiqarishdan ilgari uni Xitoyning jasusi degili bo'lmasa-mu, ammo uning qilmishlarining bu jinoyatni rad qilolmaydiganligini tilga oldi. Albatta bu masalada o'zimizningki hissiyotga qarab javob bersak va biz ko'rgan bu amaliyotlarga qarab javob bersak, uni haqiqatan qitalga setildi degili bo'ladi. Lekin yanalam biz bu qonun davlat yashayotimiz, bu masala yanalam Germaniya qonun tarmoqlariniki odillik bilan haqqoniylik bilan sotlash, aniqlash jarayonidan keyin qaror chiqsa texmi to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Lekin uningki qilgan atmishlaridan bunday gumonni haqiqatan yo'qotolmaydi. Biz mazkur filmdagi bayonlarni nazardan saqit qilib turib, Ersin Erkinning zodi kim bo'lganligi haqida izlanib ko'rsak, hayron qolarlik ba'zi hodisalar ko'zimizga chiliqdi. Qozog'istonda uchur tarqatadigan Shton axborot kanalining 2022-yil 3-oyning 15-kuni e'lon qilgan "Men Xinjiangdan qochib chiqdim va urushning chiroyini ko'rdim" nomli maqolasidagi Ersin Erkinning bayonlariga va tuqqanlarimizdan aytishicha, Uyg'urlar Xitoylarning qattiq bostirishiga uchrab etibdi nomli xabarga. Shundaqla Ukraina poytaxti Kiyevda nashrdan chiqadigan Kiyev pochtasi gazetida 2021-yil 13 avgust e'lon qilingan Ukrainada panohlik tiluvchi tahdidga uchradi. Qonunsiz holda Xitoyga qaytarilish xavfi bor nomli maqolalarga asoslanganda Ersin Erkin 2018-yili ichkari Xitoyga o'qishga borgan. 2019-yili hukumatdan ijozat olib Qozog'istonga chiqqan.
2020 yılı Ukraynadan Çexiyaga ötüvatqanda Çexiya saqçılar tarafından tutulup Ukraynaga qaytırıp etilgen. 2020 yılı 10 ayda Polşaga ötmekçi bolğandymy tutulup qaytırıp etilgen. O nailaj 2020 yılı 12 ayda Ukraynada siyasi panahlıq tilegen. Amma panahlıq iltiması qabul bolmagan. Onun qoluga panahlıq tilegüçilerge dair bir guvahname berilgen. 2021 yılı 11 ayda İPEC, yani Xitay qarşı parlament a'zolari ittifoqining Ukrayna prezidenti Zelenskiyga yozgan xatiga qaraganda, irisini erkin şu zamanlarda Ukraynadan Xitayga qaytarilish xavfiga yo'liqqan bo'lishi mumkin. Hatta irisini erkinlik Xitayga qaytarsa, uning hayotining xavfga uchraydiganligi bayon qilingan edi. Amma irisini erkin 2022 yılı 2 ayının 24 günü Ruslar Ukraynaga tajovuz qilganda bomba ovozdan cho'chib uyg'onib ketib, urushdan qochgan aholilar bilan birga Yevropa qarab qochgan. Polshada, Estoniyada va yana nalarda tutilib solangan va qo'yib berilgan. Oxirida u Germaniyani kesib o'tib Gollandiyaga borgan va siyosiy panohlik tilib, Gollandiyaning Rotterdam shahrida turib qolgan. Onun Facebook'taki ma'lumotlariga asoslanganda, u jami 15 davlatdan kezgan. 2022 yılı 3. aygacha Yevropadagi 10 cho'ng shaharni aylanib bo'lgan. U 2022 yılı 7 mart günü o'zining Facebook sahifasida "Men bir erkin odam. Men ketmoqchi bo'lsam, hech qanday davlat meni tutib qololmaydi" deb yozgan. Darvaqa qo'lida pasporti bo'lmagan bu shaxsni tutgan davlatlar qo'yib etdi. Onun 2022 yılı 6 Mart'ta Facebook sahifasida qilgan so'zimi diqqatni tortdi. Bu Sharqiy Yevropa davlatlari bizdek siyosiy zulmga uchraganlarga musofirlik salaydi bermaydi. Ya musofirlik salaydan beradigan davlatlarga mang'izmaydi. Bu shundoq jil-jillab qadamni qiynaydi. Ammo men oxirgacha kurash qilaman erkinlik yo'lida. Filmda tilga ilishcha, Ersin Erkin Germaniyaning Berlin, Köln, Frankfurt va boshqa cho'ng shaharlarini olib kezib chiqqan. U Jingyu ismli Xitoyning qo'l telefoniga pat-pat "Seni o'ltirib etaman" deb tahdid xati avatgan. U Xitoyning chegara halqigan saqchilarining gumonli xodimlariga chetlab qolgan bo'lib, ulardan pul olgan va bu pul bedeliga boshqalarga tahdid soladigan buyruq topshirib olgan. Germaniyadagi Uyg'ur siyosiy arboblaridan Erkin Alaptekin efendi bu vaqtda to'xtalganda, Xitoylarning chet ellardagi chegara halqigan saqchixonlarining Germaniya hukumat doiralarining jiddiy diqqat nazarda turayotganligini misollar bilan o'tirib qo'yib o'tdi. Xitoyda kommunist sistem qurilgandan buyon bularning chet davlatlarda elib borayotgan jasuslik razvedka faoliyatlarimi bag'ansiri kuchayib bordi. Dastlabki chog'larda bularni chet eldagi Xitoy oshxonalari orqali mangdirgan ekan. Hozir hamda qaragan chog'da mana qo'shni davlatlarda bo'lsin, ko'plagan shikoyatlar bor. Xitoyning josuslik faoliyatlari hozir g'arb davlatlariga sirayat qila boshladi. Masalan, Germaniya bo'lsin, Fransiya bo'lsin, Amerikada bo'lsin, bu faoliyatlarini hozir nihoyatda jiddiy ravishda mangdirib o'tibdi. Germaniyadagi vaziyat analizchisi Anvar Ahmad efendim bu haqda qarashlarini ifoda qilib o'tdi. Filmda Xitoy hukumatiningki o'zining jasuslari orqali hattoki o'lim tahdidi silish, terroristik qo'rqitish qatorliq jinoyatlari bayon qilingan bo'lib, Xitoyningki jinoiy qilmishlariga Germaniya jamiyatidagi Xitoy restoranlarininki vosita bo'layotganligi, Xitoyningki Uyg'urlarni bostirish, Sharq Turkistonliklarni bostirishda Sharq Turkistonda emas, G'arb dunyosigacha kengayganligidan iborat bu jinoiy qilmishi aniq konkret faktlar, misollar, amaliy jarayonlardan yo'ritib berilgan. Germaniya saqchi tarafining Ersin Erkinning sirliq hayotidan qanday xulosa chiqarganligi hozircha noma'lum. Germaniya hukumati 2011 yılı Dünya Uyghur qurultiyiga doir uchurlarni Xitoyga ta'minlagan Germaniyaning Myunxen shahridagi 4 nafar Xitoy jasusini tutib sotlab, ularning ustidan o'xshamagan hukmlarni chiqargan edi. Qadrli radio anglovchilar, Germaniyaning Ayirdi kanalida e'lon qilingan Xitoyning chegara halqigan qonunsiz saqchi punkti Germaniyaning o'ttirisimi nomli filmning qisqacha mazmunini diqqatingizga sunduq. Germaniyadan Akram anglatdi.